Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchilar, bizni obunachilarimiz, bizni ishimizni o'sha qo'llab-quvvatlab turgan insonlar. Bilasizlar, biz metaldan har xil buyumlar, biror bir stanokmi, nima zakaz bo'lishiga qarab shu narsalarni tayyorlab beradigan odamlarimiz. Xo'p, o'zinglar bilasizlar, metaldan tayyorlangan hamma buyumga biror bir narsaga kraska sepiladi, gruntовка sepiladi, ustiga xolasa lak sepiladi. Oddiy devorlarga ham hamma narsaga kraska sepiladi. Mana hozir metalga ishlab berishimizga asosan hali ish boshlaganimizga 5 yil muddat bo'ldi. 2019-yildan beri shug'ullanadigan bo'lsak, mana 25 bo'lsa 5 yil, 6 yil bo'libdi. Undan oldin ham shu ish bilan shug'ullanib kelganmiz-ku, faqat zakaz tushganda shu narsalarni tayyorlab berardik. Hozirgi kunga kelib ham zakaz bersak beramiz, lekin o'zimiz ham ishlab chiqarib turamiz-da narsalar. Masalan, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Hozir kombaynmi, drabelkami, deylik, lentami, elevatormi, aqlimiz yetgan narsa bo'lsa tayyorlab bera olamiz. Xo'p, hozir men sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Shu narsani qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Bitta o'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyaga yozib o'tib ketasizlar. Agar shu narsani, men aytgan narsani qiladigan bo'lsa, bir O'zbekistonda hozirgi kundagi kichkina bo'lsa ham bir yangilik bo'ladi. Arzonroq va chiroyliroq chiqadigan ish bo'ladi. Qani hozir bo'lmasa ketdik, bir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, bu bizning xonadonimiz bo'lsa, mana shu katta poliya stashka qilingan. Taxminan mana shu 245 kvadratmi shunaqa edi. Mana shu stanoklar teriladigan joy bilan mana shu общий joy. Xo'p, mana yerga qarasalaring, kraskalar turibdi, har xil stanoklar tayyorlangan, kraska sepilgan, yerga o'tib qolgan. Masalan, deylik, mana bu yerda turgan holatda sepilsa, yerga asosan sepilmaydi-da, shu temirga sepilganda o'tgani pastga tushadi. Mana ko'ringlardi, ramalar, izlari, nimalar turibdi. Hozir men sizlarga bitta eng eskilardan bittasini ko'rsatib o'taman. Mana shu ham xuddi shunaqangi kraska. Mana shu kraska 2022-yil taxminan shu mana shu mart-aprel oyida sepilgan. Mana shu 3 yil bo'ldi konkretni. Mana ular deylik, mana ular menimcha bu ham 1 yildan oshiq bo'ldi mana shunga ham. Ya'ni eskilardan mana bular bor. Bularga mana shu 4 yil, 5 yil ham bo'lib qoldi mana bu eskilar. Xullas, men nima demoqchiman? Agar yerga mana bunaqa bilasizlar, list ishlatamiz, yuqqa listdan lazerda har xil bir shakllarda kestirib turib, qo'yib turib yerga kraska sepilsa, shu kraskani yaxshisidan sepilsa, mana shu gul chiqadi. Deylik, hozir bu yerda o'zi zavodskiy gul bo'yotdi, lekin undan boshqacharoq gul chiqadi deyman-da. Agar shu narsadan mana shunday poliyalarni kraska qilib turib, brushotka hisobida qilsa nima bo'ladi? Kim qanday fikrda? Masalan, deylik, meni fikrim, bu kraska endi qalin sepiladi, ozgina ko'proq vaqt ketadi qurish uchun. Lekin deylik, mana hozir sizlarga 3 yil oldingi ishlab, nima deydi? 3 yil oldin tayyorlagan stanogimizni shu kraskasini ko'rsatdim mana. Bu joy har kuni mashina kirib chiqadi, eng ko'p qatnaydigan joy. Ana shu narsa shuncha yil turdi-da. Nima deb o'ylaysizlar endi? Bu kraska, mana shu kraska, hop, bu oddiy kraska, 100 ming so'mlik kraskadan mana bular qimmatroq kraska. Bir bankasi 140 ming so'm turadigan kraskadan sepilgan. Nima deb o'ylaysizlar? Qilsa bo'ladimi shu narsani? Deylik, lazerda kestirib turib, shu joylarga sepib turib, как bruschatka hisobida kvadratiga pul olinadi, bo'ldi, tamom. Deylik, mana shu joyga ketsa bir 3 million so'mlik yoki 5 million so'mlik nima ketsa ham, material ketsa ham, usta puli bilan 5 million so'm ketsin deylik. Lekin men bu yerda kvadratini, bruschatkasini hisoblatganimda, mana shu joyda xudo xolasa bruschatka qilaman deb hisoblatganimda, общий 150 ming so'mmi, 140 ming so'mdan narx aytgandi. Stashkani ustidan bruschatka tergizdirsak, shuncha pulga aylanar ekan. Endi o'zlaringiz hisoblanglar, 2 kvadrat bo'lsa ham 100 kvadrat 15 million, 30 million so'mlik bruschatka ketsa, 200 kvadratini o'ziga.
30 milliondan o'rniga shu yerga 5 million so'mga men kraska sepib turib yuborsam, burchakkanning narsasini beradi. Faqatgina endi bunda mana bunaqangi chiziqlari bor, shular salsa bilinishi mumkin. Nima deb o'ylaysiz? Shu fikrga qo'shilasizlarmi yo qo'shilmaysizlarmi? Keyin izohlarda bir fikrlaringni qoldirib, agar bizdan ham ko'ra ko'proq shu kraska bilan, shu asobiy kraska bilan shug'ullanadigan odamlar bo'lsa, fikrlarini yozib qoldirsa, bir O'zbekistonda bir yangilik bo'ladi degan umiddaman. Bu kombaynimiz ham xudo xolasa oldilarini ochib qo'ydik. Nima deydi, tagidagi non to'kiladigan joylarni ham tayyorlab qo'ydik. Bu ham yaqin, mana shu 1-2 kunda ichida xudo xolasa ob-havo yaxshi bo'lib tursa, mana bunaqa yog'ingarchilik bo'lmay tursa bitadi. Keyin mana bu hozirgi kraska agar sepilib turib, keyin ustiga yomg'ir yog'sa ziyoni yo'q, lekin mana bu holatga sepib bo'lmaydi, nam holatiga. Fikrlaringni bir kommentariyada yozib qoldiringlar, kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaring, shu bizga qanday zakaz tushsa, o'shani tayyorlashimizni sizlar ko'rib borasizlar. Hozir bundan yana boshqachasini yana zakazimiz bor. Xudo xolasa zakazlar ko'p, 3-4 ta zakaz bor. Mana shunaqa kombayn bo'yicha.